Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi mavzumiz uning o'y-hayollari. Shular haqida ko'rib chiqamiz. Unda ketdik. Kartalardan xohlaganlaringizni tanlashlaringiz mumkin. O'shanga qarab, u inson sevgan insoningiz haqida, hozirgi kunda o'y-hayollari haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Unda ketdik. Hozirgi kunda o'y-hayollari sizga nisbatan qanday ekan? Ko'rib o'tamiz. Kommentariy yozganlarga, obuna bo'lganlarga, layk bosganlarga o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda u insonimizni o'y-hayollari haqida ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda siz haqingizda o'y-hayollari qanday? Unda kartalarimizdan qo'shimcha karta olamiz yana, lekin hozirchalik mana shu kartalardan xohlaganlaringizni tanlaysizlar. Unda ketdik. Ko'ramiz. Sevgan insonlaringizni xayolingizdan o'tkazib, xohlagan kartalaringizdan birini tanlashlaringiz mumkin. Hozirgi kundagi holati, sizga bo'lgan o'y-fikrlari haqida ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. 1-5gacha sanayman. 1, 2, 3, 4, 5. Unda ketdik. Boshladik. Unda ikkita kartani bir chekkaga olib qo'yamiz. Unda birinchi kartadan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi kartadan o'sha siz o'zingiz ko'nglingizdan o'tkazayotgan insonni hozirgi o'y-hayollari haqida. Hozirgi holati qanday? Hozirgi holati haqida aytadigan bo'lsak, hammaga yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Hozirgi holati haqida aytadigan bo'lsam, u inson uzoq safardaligi yoki u biror joyga ketmoqchi bo'layotganligi, qayoqqadir tayyorlanayotganligi, oilalilar, bu kartani tanlagan insonlar, farzand kutayotgan insonlar ham bor. Farzandi bor insonni yoqtirib qolgan. Yana ikkichiliklar bor qandaydir o'rtamizda. Hozirgi kunda u insonni holati haqida aytadigan bo'lsam, biroz oldidagi inson bilan sal tortishib qolganligi, oldidagi odam bilan nima deydi, orasi biroz yaxshi emasligi, keyin lekin qandaydir bu narsa oilasiga bog'liqligini, hozirgi kunda nimadir ish boshlanganu bu insonda, lekin u ishi nima deydi, u ishi mustahkam emas, qandaydir xatogarchiliklari borligi, shu narsalarni to'g'rilash haqida. Yana xayollarida ayol kishini o'ylayotganligi haqida, juda ham ayol kishini o'ylaydi. Lekin u inson bilan o'zini mos emas deb biladi, chunki yosh, go'zal, hurliqo yoki judayam erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, judayam kelishgan, o'ziga ko'p e'tibor, oro beradigan. Lekin shunday insonlarim bor, yonida jufti borligiga ham o'xshaydi. Keyin bu hozirgi inson bu sevgan insonni o'ylayotgan vaqtida kimdir xalaqit berayotganligi haqida, boshqa ayol kishimi, shunaqa ayol kishi, boshqa erkak kishi qandaydir xalaqit berayotganligi haqida. U o'ylayotgan insoni bilan juda ham oila qurgisi keladi, lekin hozirgi kunda bu narsani iloji yo'qligi haqida, ko'p o'ylanib qolganligi haqida, birozgina besabr bo'lib turibdi, chunki bir oyoqda odamzod hech qachon uzoq vaqt tura olmaydi. Biroz o'y-xayolda bo'lib turgani haqida tushyapti. Unda qo'shimcha karta olamiz. Siz haqingizda fikri qanday? Siz haqingizda qo'ldan boy berib qo'yamanmi degan qandaydir o'y-fikrlarda, siz haqingizda qo'ldan boy berib qo'yamanmi, nimagadir marrasiga qandaydir yetganday. Bu hozir bu inson qandaydir o'z vaqtini borligini, vaqti borligini, sizlar bilan birga uchrashish, lekin hali siz bilan uchrashish niyati borligini, o'sha o'zi xayoldan o'tkazayotgan insoni bilan uchrashish niyati borligini, bu uchun
ma'lum bir vaqt kerakligini, hozir u vaqt emasligini, juda ham nima deydi, oilasi uchun, barakasi uchun, hamma boyagi insonga yetish uchun judayam ko'p tilaklar bildirayotganligi, judayam ko'p harakatlar qilayotganligi, lekin hozir mavrudi emasligi, yana judayam ishlari ko'pligi, oldinda ishlari ko'pligi, lekin manzilga ko'p qolmaganligi, sevgan insoniga yetishga ko'p qolmaganligi, qandaydir rejalashtirayotgani, 3 hafta yoki 2 haftalar borligi bu narsaga. Chunki hozirgi kunda bu inson qandaydir nimadandir judayam qo'rqayotganligi, bu narsa hozirgi uchrashuvi bu insonni biroz o'ylanishiga, yaxshilab hamma narsani o'ylab ko'rish haqida, o'zi uchun vaqt borligi, nima deydi, vaqti borligi, bu narsani hozir judayam o'ylayotganligi, bu inson bilan oila qursam yaxshi bo'laman, farzand qursam bo'ladimi deb, keyin yana shunday insonlar bor, ikki o't orasida qolganligi, kimni qayerdan kimni tanlashligini bilmay qandaydir ikki o't orasida qolib ketganligi, shunga oid karta tushyapti. Keyin yana hozir qo'shimcha karta ko'ramiz. Sizga bo'lgan sevgisi chinmi? Sizga bo'lgan sevgisi chin, lekin ba'zida atrofdagi odamlarni gapiga ko'p kiradigan odam, qandaydir lafzidan qaytib qoladigan, tez qo'rqib qoladigan, odamlarni ko'ziga tashlanishdan ehtiyot bo'lib yuradigan odam. Sizga kelish qarorini o'ylayapti. Ko'p nima deydi, ko'p xayollarida ko'p o'tkazayotgani, ko'p judayam hozir o'y fikrlari judayam ko'pligi, bitta siz bilan emas, ish, boshqa narsalar bilan ham judayam o'yi ko'pligi. Moddiy jihatdan o'zini tiklash uchun judayam ko'p harakat qilayotgani, judayam ayol kishidan qandaydir judayam qo'rqishligi, shunga o'xshagan g'alati kartalar tushyapti. Unda yana bitta oxirgisini ko'ramiz. Oxirgisini xabar qachonlar keladi sizlarga? Bu inson judayam siz haqingizda boshqa insonlarga qanaqadir fol ko'rish, shunga o'xshagan narsalar qilgan. Siz haqingizda judayam qiziqadi. Sizga tez xat yozgisi keladi, o'chirib tashlaydi. Xat yozadi, o'chirib tashlaydi. Sizga bog'langisi keladi. Bundan judayam mazasi qochib qolgan, qandaydir dili ko'p og'riydi. Siz haqingizda tez nimagadir bu inson shoshyapti, qandaydir bu insonni siz bilan uchrashish ma'lum bir vaqti bor. O'sha vaqtgacha bu inson sabr qilish kerak. Agar sabr qilmaydigan bo'lsa, nima deydi, shuncha qilgan orzulari, shuncha qilgan narsalari go'yoki puchga chiqadiganday, qandaydir siz bilan bog'lanish uchun imkoniyati bor bu insonda, lekin o'zini ma'lum bir vaqti bor deb o'ylaydi. Ana endi birinchi kartani mana shu yerda to'xtatib, hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilagan holda unda ikkinchi kartani ko'ramiz. Ikkinchi kartada nima deyilgan? Ikkinchi kartani ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi kartamizda nima deyilgan? Ko'rib chiqamiz. Unda ketdik. Hozirgi kunda xayollari. Bismillahirrohmanirrohim. Hozirgi kunda xayollari haqida aytadigan bo'lsak, bu insonni hozirgi kunda xayollarini aytadigan bo'lsak, pul topish uchun judayam urinyapti. Uni xarakteri judayam aslida romantik. Bu inson ikki yo'l orasida hozir qolib ketganligi
birinchisi pul, ikkinchisi tuyg'u masalasi bo'yicha 2 yo'l. Keyin qanaqadir qaror chiqarish, uzoq yo'lga ketmoqchi, qanaqadir shu uzoq yo'l orqalimi siz bilan munosabatlarini nimagadir birgalikdagi munosabatlariga bu odam bu inson sevgi muhabbatlari chin bo'lishi uchun qandaydir moddiy jihatdan judayam o'zlariga o'zini tiklab olishligi kerakligini, shundagina birga bo'lishligini. Hozir kartamiz Sonya kartamiz teskari tushdi. Bu degani to'xtab turgani, bitta joyda sayohatgami yoki biror joygami ketolmayotgani, yo bir qarorga kelolmayotgani, yo umuman qadam tasholmayotgani haqida judayam o'yga tolib qolgan. Bu narsa 2 oy yoki 2 haftalar ketishi mumkin. Bu qarorga kelish uchun pul borasida ko'pgina insonlardan qarz so'ramoqchi, yordam so'ramoqchi. Hozirgi holatda sevgi muhabbatini 2-o'ringa qo'yib turibdi. Lekin zindan juda ham o'zini yoqtirgan insonni kuzatib turibdi. Unda qo'shimcha karta ko'ramiz. Qo'shimcha kartada nima deydi? Qo'shimcha kartada nima deydi? Siz haqingizda o'y-fikrlari, siz haqingizda judayam atrofida odamlar ko'p. Men haqimda deyarli umuman o'ylamaydi. Meni judayam nima deydi? Esdan chiqarib yuborgan deydi. Yoki shunday insonlar bor, o'rtasida hech qanaqa tortishish masalasi yo'q. O'rtalaringizda hech qanaqa tortishilmagan, o'z-o'zidan jim bo'lib ketilgan odamlar ham bor. Bu inson moddiy jihatdan juda ham qiynalib turibdi. Safarga yo'l oladigan insonlar ham bor. Shuning uchun juda ham tushkunlikda siz bilan tuyg'ulari, samimiyligi, sizni juda ham o'zidan ko'ra baxtliroqligini, o'zidan ko'ra yaxshiroq insonlar atrofingizda paydo bo'lishligini qandaydir ishonadi. Nima uchun buncha tushkunlikda ko'ramiz? Nima uchun buncha tushkunlikda? Nima uchun? Nega buncha? Nega buncha? Bir xil kartalar tushyapti. Nega buncha? Bu inson qandaydir nimadandir qo'rqayapti. Qo'rqayotganligi, birozgina hozirgi kunda jur'atsizligi, lekin bu narsa ko'pga bormasligi, yo'lga qadam tashlashi, bir maqsadga kelishi, atrofdagi odamlarni gap so'ziga hozirgi kunda juda ham ko'p e'tibor berayotgani. Siz haqingizda keladimikan? Ko'ramiz. Siz oldingizga keladimikan? Siz haqingizda nima o'ylar ekan? Rejalar tuzayotgani, telefonlar qilayotgani, har kuni sizni kim bilanlardir, sizni sahifangizga shunday insonlar bor, sahifangizga kirib chiqayotgani, kimlar buni sahifasiga ko'p kiryapti, shular haqida yozib borayotgani, keyin yaxshi yomon gaplarni hammasini o'tib ketgan narsalarni bitta kuzatayotganligi. Bu judayam bir xil kartalar tushyapti, bir xil kartalar. Kartalarimizdan ko'radigan bo'lsak, hozirgi kunda bu odam qandaydir, bu inson, bu ayol kishimi yo erkak kishimi, siz o'zingiz o'ylayotgan insoningiz oilasida juda ham janjal ko'p bo'layotgan, notinchlik nimaga bog'liq? Qandaydir janjal ikkinchi shaxs, uchinchi shaxslar o'rtasida. Shuning uchun birozgina jimlik kerakligini, hozir mavjud emasligini, rejalarni qayta tuzib yana yig'ishtirayotganligini, o'tmishini oldindan ko'ra bilmayotgani uchun biroz ko'proq siqilayotganligi. Bu narsa hamma narsa o'ziga bog'liqli ekanu, lekin bog'liqligiga ishonadi-yu, qandaydir bu narsaga hozirgi kunda birozgina mas'uliyatsiz bo'lib turgani, sizga bo'lgan tuyg'usi samimiyligi yo'q, lekin qandaydir nimadandir qo'rqayotganligi.
aslida bu insonni xarakteri, asl xarakteri hozirgi kunda juda ham tushkunlik ahvolda, lekin asl xarakteri judayam pul borasida sal biroz qiyinchilikdagi holati, lekin muhabbat borasida har doim ko'ngli jo'shqinligi, sizni har doim chetdan kuzatib turishi, hech kimga berib qo'ymasligi xohlashligi, hech kimga bermaslikni xohlashligi, qandaydir qo'rquvdaligi, shu ma'lum vaqt ichida uchrashadigan vaqt kelguncha qandaydir sizni oldingizda boshqa inson paydo bo'lib qolishidan judayam qo'rqishi, shunga o'xshagan kartalarimiz chiqdi. Azizlar, hammalaringizga baxt, sog'lik, salomatlik tilagan holda u insonni o'y fikrlari haqida aytadigan bo'lsak, unda ikkinchi kartamizni mana shu yerda yakunlaymiz. Unda uchinchi kartamizni ko'ramiz. Uchinchi kartamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uchinchi kartamizda qanday tushadi? Uchinchi kartamizni tanlagan insonlar, uchinchi kartamiz, uchinchi kartamizni umuman tanlagan insonlar haqida aytadigan bo'lsam, kuchli, o'ziga ishonadigan, siz o'ylaydigan insoningiz o'ziga ishonadigan, qanaqadir xayollarga tolib turibdi. Nima deydi, o'tib ketgan gunohlarini hammasi tavba tazarru qilayotganligi, judayam bu narsaga astoydil tavba tazarru qilayotganligi, sabr qilayotganligi, hozirgi kunda biroz og'ir bosiq bo'lib qolganligi. Ishi borasida aytadigan bo'lsak, kartamiz teskari keldi. Hozirgi kunda hech kim bilan ko'rishmayotganligi, ishi biroz to'xtab turganligi shu haqida tushyapti. Atrofidagi agar insonlar bo'ladigan bo'lsa, atrofidagi inson bilan aloqasi qanday? O'rta hisobda. U bilan ham yomon emas. Uni hayotida boshqa inson bormi deydigan bo'lsangiz, hozir ko'proq yolg'iz, tavba tazarru bilan band, qandaydir gunohini ko'pligidanmi, gunohlaridanmi qandaydir qo'rqadigan, judayam tavbani ko'p qilyapti. Tavbasi nima deydi? Tavba qilishim kerak. O'zimni gunohlarimdan yoki o'zimni xatolarimni yuvishim kerak. Agar men jazolanishim mumkin deb qandaydir ruhan shunaqa bo'lib qolgan. Shuning uchunmi qandaydir kartamizni tanlagan, bu kartamiz tanlagan odamlarni sevgan insoni ma'lum muddat qandaydir jim bo'lib ketgan bo'lishi mumkin yoki muomalasi o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin. Chunki ko'zlari bir tomonga qarab turgani yo'q. Siz bilan biroz gaplashadi-yu yoki jim bo'lib qolishi ham mumkin. Gaplashib yoki uncha savollaringizga ko'p javob bermasligi mumkin. Bu inson qandaydir hozir tavba tazarru bilan judayam bandligi ko'ramiz. Siz haqingizda o'y fikrlari, qanday? O'y fikrlari judayam quvnoq, go'zal, o'ziga e'tibor beradigan, hozirgi kunda o'zini bu inson o'ylaydiki, hozirgi kunda sizga o'zi aslida yetishish juda ham qiyinligini, bu narsaga juda to'sqinliklar ko'pligini, lekin baribir ham sizdan voz kecha olmasligini, shular haqida qandaydir ko'p o'ylaydi bu inson. Juda ham ko'p o'ylaydi. Uzoq o'ylanishni umuman xohlamaydi. Nimaga desangiz, uzoq o'ylagan sari juda ham o'zini o'zi ko'p qiynaydi. Nima deydi, sizga yetishadigan eshiklar ochilmaydimi deb qo'rqadi. Shuning uchun qandaydir bu inson tavba tazarru, qanaqadir so'raydigan narsalari ko'pga o'xshaydi. Qo'shimcha kartalardan ko'ramiz. Qo'shimcha kartalardan ko'rsak, o'zini juda ham ko'p narsaga aybdor his qiladi. Juda ham gunohlarim ko'p, ayblarim ko'p, dilog'riqlarim ko'p. Buni faqatgina farishtalargina meni gunohlarimni yetishi mumkin. Men shunday qiladigan bo'lsam, pul, mansab, obro' borasida hammasiga erisha olaman. Tavbalarimni ko'proq qilsam deydi.
qandaydir tavba haqida juda ham ko'p o'ylayapti. Chunki birinchi kartamizda ham, ikkinchi oxirgi kartamizda ham shu tushyapti. Sizga keladimi u inson? Ko'ramiz, sizga keladimi? Sizga keladimi? Sizga va'da bergan, lekin bu kartani tanlagan insonlarga va'da bergan. Qandaydir birga bo'lishga, lekin ma'lum vaqt janjallashib oralaringiz to'xtagani, shunga oid masala bo'lib tushyapti. Ma'lum vaqt. Bunga kim, nima sabab bo'lgan? O'rtalaringizda boshqa inson sabab bo'lgan. Qandaydir bu kartani tanlagan odamlarni siz haqingizda biroz shubha gumoni bor. Bu narsa o'z iziga vaqt charxpalak aylangandan keyin tushib ketish haqida. Siz haqingizda ko'p narsa qo'lidan keladi. Ish, o'qish, o'ziga e'tibor berish, har tomonlama. Bizda o'rtamizdagi munosabatlar ham uni o'ziga bog'liq. Xohlasa hammasi vayron bo'ladi, xohlasa tiklanadi. Lekin men o'ylayapti, men baribir unga birga bo'lamiz deb va'da berganim bilan bizni birga bo'lishimizga juda ham uzoq, nima deydi, to'siqlar ko'p. Shu haqida qandaydir u inson juda ham to'siqlar haqida juda ham ko'p o'ylanib qolgan. Shuning uchun ko'p nimanidir o'qiyotganligi, tavba tazarru ko'p qilayotganligi, baxt eshiklari o'zini ochilishini, pul borasida, omad, ish borasida, muhabbat borasida, shu haqida ham juda ham farishtalardan ko'p narsalarni so'rayotgani, xayollari juda ham parishon bo'lib qolgani hozirgi kunda. Shunga oid kartalar tushdi. Kartalarni tanlagan bo'lsangiz agar, shunga o'xshagan kartalar tushdi. O'zlaringizni xohlagan mavzularingizda tez-tez chiroyli mavzularda videolar qo'yib turishga harakat qilaman. Hammalaringizga rahmat. Like bosishni unutmang. Kommentariyallaringizni kutaman. Sog' salomat bo'ling. Kattakon rahmat.